Turkiyada ishlab chiqarilgan freza kultivator. Paxta, makka hozirgi kunda juda odam ishlatish qiyin bo'lyapti. Bitta odamni 150 ming so'mdan ishlatilyapti. Endi buni misol lizingga oladigan bo'lsa, oyiga 3 oyiga 10 million so'mdan to'lov qilinib turadi. 3 yil muddatgacha beriladi. Bu razmerlari 76, 90, 60 razmer surilaveradi. Bu 50 santimetrgacha chopadi. Pichoqlarini narxlari adashmasam 70 ming so'mdan sotilyapti bu. 50 santimetrgacha chopib boradi. Juda ham effektivniy. Hech qanaqangi chopganda o't chiqishlari, o'tlarni ham maydalab yo'qotib bunkerlardan ikkita bunkeri bor. O'zbekning ko'pchiligi biladi. Buni tonnasi keladigan bo'lsa, tonnasi 1 tonna 100 kilogramm chiqadi. Nomerimiz 99lik 916 30 05 telefon raqamimiz.